oylik oldik, oylik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Oyligimni Keldingizmi yana? oldim, endi kiyingani keldim. Tanlang, qarang, sizga nimalar bo'ladi? Mana bu ko'ylakchamiz bo'ladi sizga. Razmerchasi sizga figurachangizga zo'r tushib beradi. Fasoni ham juda chiroyli. 2026-yil novinka narsa. Bular katta bo'ladi. Mana bu bo'ladi sizga. Juda ham chiroyli. Buni ham rangi bor. Mana bu koftipkalarimiz ranglari bilan bor bo'ladi. Narxlari ham cho'ntak ko'p bizada. Bu 200 ming so'm. Mana bu 350 ming deyapmiz, kelishtirib beramiz. Bu yerda bu yoqda ham kiyimlarimiz bor sizga bo'ladigan. O'zingiz xohlaganingizni tanlab olsangiz biza olib beramiz. Ko'plar kiyib ko'rmaysizmi? Yarashganini olaman, kiyib ko'raman-da. Mana bu uncha yoqmadi menga. Asosiysi oylik olibsiz-ku. Oylik oldimi? Pullik olaman, xudo xohlasa. Mana bu dvoykacha yoqdi. Dvoykacha ham kiyib ko'ring. Bu sizga katta bo'lmaydimi? Yo, chiroyli ekanda bitta kiyib ko'ring. Olasizmi? Katta bu. Ha, kiyib ko'ray. Boshlandimi deyman-da. Qanday bo'ldi? Sizga ma'qulmi? Materialchasi shunday yaxshi ekan. Zo'r. Materiali marlovka. Juda ham chiroyli, yaxshi. Oxirgi fasoncha modelcha. Faqat bundan razmer bormi, yo'qmi? Yo'q, bular standart bo'ladi, 56 gacha tushadi bemalol. Ha, menga sal ozroq kattaroq keldi-da. Qo'ya, unisini ham kiyib ko'rsam. Xo'p. Yaxshimi? Yaxshi ekan, materialchasi juda ham yaxshi. Material yaxshi, bu 50 dan yuqori razmerlarda, 50, 56 razmerlarga tushadigan ko'ylagimiz. Lekin siz hozir juda katta ko'ylaklarni tanlayapsiz-da o'zingizga. Bu katta bo'lib turibdi sizga. Figura 18 bo'lgani bilan yosh 40 plusda. Yana kiyasizmi shunda? Kiyib ko'ring, bu menga katta turyapti. Buni ham qanday bo'ldi bu ko'ylagimiz? Buni yaxshi chiroyli tushdi o'zimga. Bo'ylari yaxshi. Bu ham 54 gacha razmerga tushadi. Xitoy fabrichniy material Lyon. Zo'r sifati. Faqat bu ham sizga ozroq katta turibdi. Bularda razmer bormi? Yo'q, bular standart razmerda. Mana bu chiroyli ekan dvoykachangiz. Shundan bormi? Bu qarang, 3-yil kiyishim, o'zi 4-yil ketyapti-da. Eski model, ancha ilgari olganman buni. Nima qilay, endi shundan ham beraymi? Bundan yo'q, qayerdan topib beraman sizga buni? Hay, so'radim-da, chiroyli ekan. Muomalalarni to'g'rilangizlar. Hammasi yaxshi ekan, chiroyli. Faqat menga ozroqgina katta bo'ldi-da. Razmerchalari yo'q ekan-da, menga bo'ladigan razmerchalari yo'q ekan. Sizga bo'ladiganlarni ko'rsatyapmiz, o'zingiz xohlamayapsiz. Juda chiroyli bo'lar ham, faqat razmeri, o'sha kiyimlarimizni razmerdagi odamlar kiysa juda chiroyli turadi. O'zingiz Instagramda kiyib ko'rganingizcha havas qilib kiyib ko'rdim, menga unday turmadi-da. Ozroqgina to'lachalarga chiroyli ko'rinar ekan-da. Lekin men bu bo'lganda olaydim, lekin dvoykangizni ham chiroyli ko'rinib turibdi o'zingizga. Hozir olmaysizmi shunday? Yo, bu safar kelarman, yaxshi, menga ketmadi-da unday. Ichki xotirjamlik. Klientlarga yomon gapirib bo'lmaydi. Yaxshi kuzatinglar, olmasam. Yaxshi, yaxshi. Bu safar keng, semirib keng.